Zebo opa, Havo solib turdingizmi? o'tgan kuni bergan og'riq qoldiradigan torisdan bering. Voy, undan qolmagandi-de. Bilasiz, suv qimmat turadi. Uni olib keltirish kerak. Olib keltiring, pul topib beraman sizga. Qancha turadi u? Ikkitasi 50 dollar turadi. Xo'p, men sizga hozir pul topib beraman sizga. Zakaz qilib berasiz, a? Alo. Alo. Ha, qizim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Men internetdan bitta ko'ynak ko'rgandim. O'shanga kartamga pul tashab bering, 100 dollar turar ekan. Xo'p. Ko'ynaging ko'p edi-ku. Nima qilasan yana? Dada, o'shanisi juda yoquvdi-da, zo'r ekan. O'shanga pul tashab bering, iltimos. O'zi bitta qopti. Qizim, o'zi ahvoling yaxshi emas. Ko'chaga chiqayotganing yo'q-ku. Chiqadigan kuning kelib tuzalib olsang olib beraman, xo'p? Tashab berasizmi, dada? Bo'pti, xo'p. Rahmat, dada. Dorini 50 dollardan dedingiz-a, ikkitasini. Men hozir dadamga aytdim, 100 dollar beraman dedilar. Zakaz qilib bering, kartangizga o'tkazib beraman. Xo'p. 4 ta zakaz qiling, xo'p? Xo'p. Men unda hozir kartamni olib chiqaman. O'tkazib berasiz, men zakaz qilib olib keltirib beraman. Kartangizni bersangiz, hozir tashab berardim-da. Xo'p, bo'pti. Hozir olib chiqaman kartamni. Xo'p.